Yaxşımızlar ko'pchilik, bugun men oilada va oshxon etib pishmas qiladigan yangi qalams qo'rim sab keldim. Darsi qiziqsa darsiga manamat, yurak berib qo'shilinglar, rahmat. Oldi bilan yangini pokiz yuvib chay qotimiz, aqlab tayyor qilamiz. Sir qilib rasmni ko'rsatgandek to'g'rab, pokiz suvda chayqab tayyor qilib olsak bo'ldi. Chayqab bo'lgandan keyin qachoq to'kib, bir qo'sh atrofida tuz solamiz. Tekşe aralashtirib tayyor qilgandan keyin qozonga may asamiz. May tushgandan keyin yangi qalamchi silib, salab, pishirib tayyor qilib olsak bo'ldi. Yangi qalamchi sag'rib pishgandan keyin suzib ilib olsak bo'ldi. Qozonga ozroq may qo'yitimiz, ozroq hojat tashitimiz, ozroq kaskanlar silitimiz, ozroq qo'rg'andan keyin sag'ritib pishgan tuzini to'kib, ustiga tuz, shakar, oq muz silib, ozroq sunqa silitib, o'rib iste'mol qilsak bo'ldi. Darsiga tushamaganlar va yoki o'rganmoqchi bo'lganlar ayrim uchroq qilsanglar bo'ldi. Kunda yangi bo'lgan taomlardan issiq sovuq saydan fikrlashib turamiz. Rahmat.